yigirma nafar ishtirok olgan. Sessiyani ishini boshlash uchun kvorum mavjud. Shu bois tuman kengashining bugungi 20-sessiya ishini boshlash bo'yicha taklif tushyapti. Agar boshqa takliflar bo'lmasa, ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Hozirlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Demak, taklif bir ovozdan ma'qullandi. Sessiyani ochiq deb e'lon qilamiz. O'rinbosarlari, huquqni muhofaza qiluvchi organ tegishli tashkilotlari rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari taklif etilgan. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Bir guruh deputatlar tomonidan 4-istiqlol saylov okrugidan deputat Tojiboyev Dostonbek Ilhomjon o'g'li sessiya kotibligiga saylash taklifi kiritilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa, sessiya kotibligiga Tojiboyev Dostonbek Ilhomjon o'g'lini saylansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Takliflar rozilar, qarshilar betaraflar yo'q. Tojiboyev Dostonbek Ilhomjon o'g'li joyingizni egallashingizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kun tartibi va ish reglamentini tasdiqlab olishingiz kerak. Bugungi sessiya kun tartibiga quyidagi 10 ta masala kiritilmoqda. Barchangizga kun tartibi va ish reglamenti tarqatilgan. Kun tartibidagi masalalar ko'pligi sababli har bir mavzu uchun 10 minut, qo'shimcha savollar yoki takliflar uchun daqiqa ajratamiz. Tavsiya etilayotgan kun tartibi va ish reglamentiga qo'shimcha yoki o'zgartishlar bor. Demak, hamma rozi. Kun tartibi tasdiqlansin degan deputatlar ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar,
qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30 yanvardagi TF 17-sonli aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartibini tamoyillarini takomillashtirish to'g'risidagi farmoniga muvofiq infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida hisobot berish uchun so'zni Qo'qon tuman hokimining birinchi o'rinbosari Toshqulov Elmurod Mahmudjonovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, xabaringizda bor 2026-yil 21-mayda Muborak Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va milliy saxovat tadbirlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi 196-sonli qarori qabul qilindi. Unga asosan O'zbekiston Respublikasi mahallalar uyushmasi hamda xalq xayriya jamoat fondining Muborak Qurbon hayiti munosabati bilan aholini ijtimoiy iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan quyidagi takliflarga rozilik berilgan. Bunda birinchisi tibbiy tekshiruvdan o'tish, jarrohlik amaliyotini va davolash xarajatlarini qoplash, og'ir va nogironligini keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10,000 nafar bolalarga jarrohlik amaliyotini o'tkazish, 2,3 nafar onkologik, gematologik tashxis qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, ularni davolash va jarrohlik amaliyotini o'tkazish, kamida 350 nafar bemorlarga jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotini o'tkazish, ijtimoiy himoyaga muhtoj quyidagi bolalarning ona hisob raqamlariga $200 miqdoridagi pul mukofotini o'tkazish, yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga vasiylik, homiylik va patronatdagi bolalarni himoya qilish, mehribonlik uylari, oilaviy bolalar uylari, kichik hajmli bolalar uylari hamda so'z bolalar masalasini tarbiyalanuvchilarga ko'mak ko'rsatish. 500 ta masjidda aholi uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida ularning zamonaviy tahoratxonalari qurish, rekonstruksiya qilish yoki ta'mirlash hamda joylardagi qabristonlarni obod qilish belgilab o'tilgan. Yuqoridagilarga asosan vaqt jamoat fondi tomonidan Qozonsoy tuman aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi proyekt 17-sonli qarorning 9-maddasiga asosan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasiga mehr-oqibat, insonparvarlik, shukronalik, saxovat va bag'rikenglik kabi ezgulik fazilatlari mujassam etgan Muborak Qurbon hayiti bayramida Qozonsoy tumanida yashovchi 1949 nafar davlat ta'minotidagi oila toifasiga kiritilgan oilalarni 1674 nafari hamda o'ziga parvarishga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar 275 nafar oziq-ovqat mahsulotlari to'plami bilan ta'minlash uchun infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armalari mablag'lari hisobidan 802 million so'm miqdoridagi mablag'lar ajratilishi ko'zda tutilgan. Ushbu mablag'lar vaqt jamoat fondidan ajratib berilgan. Qurbon hayiti munosabati bilan barcha 1949 ta nogironligi bo'lgan hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga 10 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bo'lgan biz ko'rib chiqib, yana 3 turdagi qo'shib 13 turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini korobkalarga solib barchasiga yetkazib berilgan. Ushbu yetkazib berilgan mablag'larni moliyalashtirish uchun tuman hokimligi jamg'armasidan moliyalashtirishda amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Shunga deputatlardan tushungan bo'lsa qaysi jamoalardan oldingiz
saxovat jamg'armasidan 1 milliard 400 million olindi. Nimaga vaqt jamoasiga. Hozir 800 millionni shu bizga infratuzilma jamoasiga moliyalashtirildi. 802 milyon mablag'ni muşturlar yolu kavramlarına çıkarıp 1990'da katlaşmalarını bu şekilde mahalle devletleri katlaştırmıştır. Ama İstanbul'ların bunu İttihatların mablağını kastırmıştır. Yo'q bo'lish masala bo'yicha o'sha reforma bo'yicha o'tgan qarorimiz ijrosi bo'lmayapti. Aprel oyidagi sessiyamizda Yoshlik mahallasidagi ichimlik suv quduqiga 135 million so'm pul ajratilgan. Xabaringiz bor. Quduq ishga tushish uchun transformator hamda installarlar kerak bo'lar ekan. Bunga ham hozir shu narsa bo'lmaganligi uchun suv chiqmayapti. Aholidan ko'plab murojaatlar kelib tushyapti. Hozir hududni bo'lganligi uchun gapiryapman. Shu masalani ham transformator qo'yiladi yo'q. Aynaga transformatorni o'chirish masalasini o'sha yaqinda yordam berishimiz kerak. Bunun hisobida kim var bir kuruluş. Abdurrahman hisoblarını neymiş bu geldi? İşte sağlık geldi, ne geldi? Ayağı olduğu kolak koyduğumuz da çıkıyor. İşte bu değil de adı bu transformatörden sağlık koyduğu da yani takip edin diye inanmak sesi konuşuyoruz. İftarlar olduğunu düşünüyorum bu varsa. Bu aradaki sağlıklardan Deputatlik so'rovi chiqargandik. To'y saylov o'tgan. To'y so'rovi deputatlik so'rovi chiqargandik. Hali javob ololmayapmiz. Svetofor masalasi. Maktabda mı? Mana asosiy yo'l Hadi o. istiqlol. bu sonraqa asfaltlangan. Shu yerda Hem de ama diktatörlerinde makbuldu. Soramadım. Hiç gelmedi maktablarla. Bu bir üstüde. Bunu var ama 8. maktabda üzeriyorlar. Uzun hami sıkılıyor. 5. maktabda üzeriyorlar. Uzun hami sıkılıyor. Her bir mağazada bulabiliyor. 6. maktabda doğru. İstesek de bulabiliyor. İyi uzlarının yaklaştırılmış. Harekatlı yol dediğinde maktabda kalıyor. İçki yerdeki maktabda Siltafor hamiyle bozuldular değil mi? Bunun Siltafor bu işte alınıp yaptılar, kararlandılar. Hiçbir durada da Siltafor oldu. Zamandas gerektiğinde bozuldu, hamisini işte kursun şurayla. Deputatlar endi ushbu masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqsak, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha o'zgartirish yoki qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa, mazkur qarorni tasdiqlab qo'yishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Undagi ikkinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20 apreldagi korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha belgilangan huquqlar vazifalar ijrosini samarali tashkil etishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi KK 7-son farmoni ijrosi yuzasidan tuman tibbiyot birlashmasidan korrupsiyani oldini olish bo'yicha o'rganishlar to'g'risida axborot berish uchun so'zni korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya o'rinbosari Musab Dilshod Abdullohov ishlaydilar. Marhamat. Masivdagi aholi xizmati huquqi so'rayapti. Anchada
bizga boshlanish qismiga odamlar aholi bilan topshirildi. Ijaraga maktablarni qilmaymiz deb oyog'imizda turolmaymiz. Katta yo'l bo'yicha maktab bo'ldi. 6 maktab katta yo'l bo'yicha qayerda? Robot yo'lida. Robot yo'lida. Bankomat yo'li bilan yurgan ekan. 16. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 71 sonli korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini samarali tashkil etishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bo'yicha tuman tibbiyot birlashmasi o'rganish ishlari olib boradi va o'rganish ishlarida quyidagilar aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-aprildagi 71 sonli korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini samarali tashkil etishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonining 2-ilovasi 11-bandida xalq deputatlari mahalliy kengashlarining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyalari tomonidan korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish faoliyatini kuchaytirish yuzasidan har oyda bitta yo'nalishda korrupsiyaviy omillarni aniqlab mahalliy kengashlar sessiyalariga masala kiritish vazifasi yuklatilgan. Ushbu farmonda belgilangan topshiriqlar ijrosini ta'minlash bo'yicha xalq deputatlari Kosonsoy tuman kengashi tomonidan har oyda bitta yo'nalishda korrupsiyaviy omillarni aniqlash bo'yicha o'rganish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan tasdiqlangan grafik asosida tuman tibbiyot birlashmasining mas'ul xodimlari, ularning tuman kengashi deputatlari, kengash huzuridagi yoshlar maslahat guruhi a'zolari va korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyalari birlashma ish guruhi tuzilib, joriy yil 5 va 7 may kunlari birlashmaga qarashli bo'limlarda va ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada o'rganishlar olib borildi. Tuman tibbiyot birlashmasida o'rganish jarayonida birlashmaga ishlar jadvallari bo'yicha 1,5 stafetka yuguruvchi xodim ajratilgan. Biroq ushbu bir stafetka yuguruvchi vazifasida ishlashi belgilangan A. Yemirsakiyeva o'z vazifasini bajarmasdan murojaatlar bo'limida 2 yildan buyon ishlayotgani aniqlandi. Qolgan 05 stavka vakant sifatida xodim olinmay kelinmoqda. Birlashma markazlashgan yurish binosi bo'lsa-da ishlatilmasligi. Shu sababli bemorlar o'zi sharoit qilishiga sabab bo'lmoqda. Davlat tomonidan ta'minlanadigan ko'rpa va yostiq jildlari doimiy almashtirib turishi va yuvish masalasi o'z holiga tashlab qo'yilgan. Kirlar mumkin bo'lmasa-da bo'limlar ichida sharoit qurilmoqda. Birlashmaga davlat ta'minotidagi 138 turdagi dorilarning atigi 70% dorixonada mavjud elektron savdolarda qatnashib yutib olingan. 30% dorilar ko'chada ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-aprildagi 585 sonli dori vositalarini va tibbiy buyumlarni ulguruvchi realizatsiya qilish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga xilof berishda amalga oshirilayotgani aniqlandi. Jumladan ushbu qarorning 3-ilovasi 15-bandida qo'llash uchun yaroqsiz dori vositalari va tibbiy buyumlarni yo'q qilish, aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to'g'risida, ekologik nazorat to'g'risida hamda chiqindilar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablariga amal qilgan holda amalga oshiriladi va 16-bandda yaroqsiz va sifatsiz dori vositalarini utilizatsiya qilishda tuman SES va tuman ekologik politsiyalari tomonidan mas'ul xodimlar bilan birgalikda kamida 5 kishilik ishchi komissiya tashkil etilishi, komissiya tomonidan dori vositalari va tibbiy buyumlarning atrof muhit uchun bezararligi, ularning fizik kimyoviy mutanosibligini e'tiborga olgan holda ularni yo'q qilish sanasi, usuli va joyini belgilash haqida qaror chiqarish va yo'q qilish jarayoni foto yoki
video suratga olinishi belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari suyuq dori shakllari suv bilan kamida 1:100 nisbatda suyultirilib hosil bo'lgan eritma kanalizatsiya tizimiga to'kilishi, tarkibida suvga erimadigan moddalar bo'lgan qattiq dori shakllari maxsus konteynerlarga joylashtiriladi va chiqindilarni joylashtirish uchun maxsus ajratilgan joyga tashkillanib ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari sog'liqni saqlash muassasalarida chiqindilarni yig'ish, saqlash va yo'q qilish sanitariya qoidalari talablari bo'yicha dori vositalari va tibbiy chiqindilarni oddiy ochiq olovda yoqib yo'q qilishga qonunchilik va sanitariya talablari bilan cheklovlar qo'yilgan bo'lsa-da, birlashmada bu talab yillar davomida qo'pol tarzda buzilib kelinmoqda. Birlashmadagi mas'ul xodimlarga nisbatan dori vositalari va tibbiy chiqindilarni oddiy ochiq olovda yoqib yo'q qilish holatiga mas'uliyatsizlik qilingani uchun qonunda belgilangan choralar ko'rish taklif etiladi. O'rganishlar davomida birlashma markaziy aptekasi tomonidan yaroqlilik muddati 2023-yilda o'tib ketgan dori vositalari utilizatsiya qilish jarayoni ham ushbu qarorga xilof ravishda amalga oshirilayotgani aniqlandi. Birlashmada chiqindi tashlash uchun mo'ljallangan joy qarovsiz holatda. Mufet pechlarga o't yoqilib, ekologiyaga katta zarar keltirilmoqda. Birlashmaning to'g'ri kompleksi bo'yicha o'tgan yil ko'rsatib o'tilgan ayrim kamchiliklar bartaraf etilmay o'z holiga tashlab qo'yilgan. Jumladan, to'g'ri kompleksi davlat dasturi doirasida yangi foydalanishga topshirilgan bo'lib, quyosh suv isitish qozoni 3 ta 500 litrlik suv isitish qozonlari bo'lsa-da, amalda issiq suv yetkazib berilmayapti. Bemorlar bilan suhbatda issiq suv xonadonlardan termoslar orqali olib kelinishi, jarrohlik amaliyotidan chiqqan shifokorlar ham sanitariya tarmoqlari ishlatilmasligi sababli shu holatda uylariga ketishlari aniqlandi. Davlat mablag'lari sarflanib o'rnatilgan santarmoqlar vositalari nima sababdan ishlamayotganiga javob olish imkoni bo'lmadi. Bundan tashqari to'g'ri kompleksli dush kabinalari qurilgan bo'lsa-da, pardonlar ko'tarilib, inson omili orqali yuvinish imkoniyati cheklab qo'yilgan. Ushbu kamchiliklar 2025-yil may oyidagi tekshiruvlarda ham ko'rsatib o'tilgan. Biroq mas'ullarning o'z ishiga bo'lgan mas'uliyatsizligi tufayli yillar davomida bemorlar uchun sharoitlar o'z holiga tashlab qo'yilib, aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lib kelmoqda. Birlashmaning shoshilinch bemorlar qabul qiluvchi bo'lim holati ham qoniqarli emas. Ularchilar yetishmadi. Travmatologiya sohasi bo'yicha bemorlar ko'p bo'lishiga qaramay, travmatologiya ishlari ajratilmay qolmoqda. Bemorlar bilan suhbatda rentgen xonasi shu bo'limda bo'lsa-da, ko'p hollarda bemorlar yaqin uzoq qilinib, 3-etajdagi pullik rentgen xonasiga yuborilishi, bemor shu holatda sarson qilinib, bo'limdan bo'limga sarson qilinish holatlari ortib borayotgani aniqlandi. Ushbu bo'limda ham bemorlar uchun ajratilgan hojatxona, vrachlar uchun ishlatilishi aniqlandi. O'rganish davomida ushbu xona ko'zdan kechirilganda barcha sharoitlar mavjudligi ish faoliyatida ekanligi aniqlandi. Ushbu bo'limga qo'shimcha vrachlar ajratilishi, rentgen xonasi uzluksiz ishlatishini ta'minlash, bo'lim xodimlarining ish faoliyatini doimiy nazorat qilish taklif etiladi. Birlashmaning vrachlarini rag'batlantirish masalasi ham ochiq qolmoqda. Rag'batlantirish bo'yicha nizom va ishchi komissiya tomonidan vrachlarning ish faoliyati baholanishi bo'yicha bayonnomalar bir necha bor so'ralgan bo'lsa-da taqdim etilmadi. Joriy yil 7-martda birlashmaning markaziy poliklinikasida ishchi guruh tomonidan o'rganish amalga oshirildi. O'rganish davomida ayollar skrining markazi bepul ish faoliyati olib borish kerak bo'lsa-da, shu kuni kelgan bemorlar 35 ming so'm evaziga agar shu pullarni vrachga berilmasa, o'zi apparatda tekshirilmasligi aytib o'tildi. Bundan tashqari laboratoriya bo'limida ham bemorlarning navbati kelguncha o'tirish uchun sharoitlar yaratilmagan. O'tirish uchun o'rindiqlar tashkil etilmagani, navbat tizimi yo'lga qo'yilmagani, o'lim bepul faoliyat yuritishi belgilangan bo'lsa-da, ba'zi bir bemorlardan tibbiy xizmat olingani, ushbu holat korrupsiya holati yuzaga keltirayotganini aniqlandi. Poliklinikada davolovchi jismoniy tarbiya xonalari tashkil qilinmagan, o'rniga pullik massaj xonasi tashkil etilgani aniqlandi. Parafin qo'yish xonasida elektron navbatga qo'yish, bemorlarga xizmat ko'rsatishni hisobga olish uchun kompyuter jihozlari bilan ta'minlanmagan. Maxsus vrach shtablari ajratilgan bo'lsa-da, faoliyat yuritilmayotgani
Bundan tashqari ishchi guruh tarkibidagi Kosonsoy tuman sanitariya ijtimoiy osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi boshlig'i tomonidan ham birlashmada quyidagi kamchiliklar aniqlandi. Davolash profilaktika muassasalarini loyihalashtirish, qurish va ekspluatatsiya qilishning sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlarini tasdiqlash to'g'risidagi qaror va farmonlarni alohida qurilgan binoda yoki binoning izolyatsiya qilingan alohida qismida joylashtirishi belgilangan bo'lsa-da, lekin bo'limda bu kabi masalalarga e'tibor qaratilmagan. Yana bu yerda juda ko'p SES tomonidan shu xonalarni holati qanaqa bo'lishi kerak, maydonni, xonadagi buyumlarni hammasi mana jadval asosida nima qilish kerakligi qilingan. Kamchiliklarni biz doimiy komissiyada tuman tibbiyot birlashmasi rahbarlariga o'ziga ham aytganmiz. Hop, endi taklif bo'ladi, o'rganish jarayonida taklif birinchi tuman prokurori va huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda tuman tibbiyot birlashmasi markaziy poliklinikasining ayollar skriningi shifokorlari faoliyatida maishiy korrupsiyaga oid buzarliklar va manfaatlar to'qnashuvida yo'l qo'yilmasligi yuzasidan o'rganish ishlarini olib borish tavsiya etiladi. Shuningdek, tuman tibbiyot birlashmasi Shamshidiyevga bir oy muddatda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish va tasdiqlash. Shifokorlar tomonidan yozilayotgan retseptlarda qonunchilikda belgilangan talablarga qat'iy amal qilish hamda ushbu retseptlarni elektron shakllantirilishi bo'yicha ishlarni jadallashtirish. Aholiga malakali birlamchi birinchi navbatda kasalliklarni profilaktika qilish masalalarida tibbiy sanitariya yordamini ko'rsatish. Tug'ruq yoshidagi ayollar, o'smir qizlar, homilador ayollar, bolalar, shuningdek yolg'iz keksalar, nogironlar, surunkali kasalliklarga chalingan bemorlar hamda o'zgalar ko'magiga va ijtimoiy yordamga muhtoj shaxslar o'rtasida doimiy patronaj ishlarida korrupsiya omillarini qisqartirish chorasini ko'rish. Shifokorlar tomonidan asossiz dori vositalarini tavsiya etmaslik, tibbiyot muassasalarining faoliyatini takomillashtirishni tartibga solish bo'yicha normativ hujjatlar talablariga rioya etilishini nazorat qilish. Aniqlangan kamchiliklarga yo'l qo'ygan mansabdor shaxslarga nisbatan qonunda belgilangan choralar ko'rish. Amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotlarni xalq deputati tuman kengashi hokimiyatiga taqdim etib borish. Tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli mustaqillikni 15 yiliga oilaviy shifokorlik punkti binosini mukammal ta'mirlash. Futbol mehida joylashgan yuqumli kasalliklar shifoxonasi binolarini joriy ta'mirlash hamda oqova suv tarmog'ini mukammal ta'mirlash ishlarini olib borish. Tuman aholisi ushbu farqli e'tirozlarni inobatga olib, tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Yergacha oilaviy shifokorlik punktiga yangi rentgen moslasini o'rnatish. Tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli shoshilinch tibbiyot yordamiga NSKT moslamasini o'rnatish masalalari davlat dasturlari doirasida o'quv budjet va ichki imkoniyatlar orqali ko'rib chiqish tavsiya etiladi. Rahmat. Oradachi savollar bor? 7-yillik saylov o'yinida deputat ta'minlangan hukumatning biz savol g'alabachilari bo'ladi. Biz bo'ladi shu guruhda, ish guruhda bo'lib aylandik. G'alabach yangi bo'lganligi ichiga kirib, 3 kun ko'rdik. G'alabachga ham osilmas joylaridan sezdik. Yangi bo'lganligi, edi korrupsiya holatlari borligini hammamiz bildik. Endi bu yerda asosiy savolim, biz aniqlagan kamchiliklar bor. Mana shu pullik rengim bilan pulsiz rengim bor. O'shani joyi almashdimi? Keyin ayollarni nimasida ishladimi? Anaqa. Dushovoy issiq suv bilan ta'minlandimi? Keyingisi mana biz borib gaplashganimizda ayrim xodimlaringiz bor ekan, sal nosamimiy munosabatda bo'lgan o'zizga aytdik. Ularni ham masalaga bir sal ko'rildim. Endi bizga viloyat hokimi, tuman hokimligi tomonidan, deputatlar tomonidan bo'lgan muomalasi bilan shu bo'lsa xalqimizga qanaqa muomala qilish mumkin?
Oddiymiz o kimidan kadr vekilimizni so'rasak oshxona sizga qaraydimi yoki uni rag'batlantirish hujjatini ko'rsak qanaqadir bir xohlamasdan harakat qilgani, yana boshqa vrachlar bor, ularni sizga bir yordam berish masalasini o'ylab ko'rish kerak g'alvachi. Sababi endi muhitni Dilshodbek ko'rdik-ku. Biz aytgan narsalarimizni qildirilgan bo'lsa, tozalab tug'ilib olish taklifini bergan bo'ladi. Sababi qiyin holatda ishlayapti. Chunki endi guruhbozlikdan ham topsa bo'ladi, sal nosamimiy munosabatda bo'lish holatlari ham yo'q emas. Shunga men taklifim bo'lardi. Yaxshi, berilgan savollarga javob. Masala bo'yicha biz kengash to'g'rilashtiruvchi masalalar olib kelishib choralar ko'rdik. Masalan, muomalalar bo'lish 4-5 davlatchilik intizomiy chora ko'rdik. Ya'ni qonun masalasi bo'yicha ekonomist bilan gaplashdik, mablag' katta talablar chiqdi. Keyin esa Rengen bilan MCKTN holati bo'yicha kuzda ustachiliklar birinchilikka qo'yib 3 ta tizimni bergan. Elektron bilan Rengenlar eski, hatto birinchi darajadagi Rengenlar singanligini ko'rsatmadi 85-yilda chiqqan apparatlarda. Buni tashxis aniq qilish uchun tiniq Rengen bo'lsa kerakligini davlatlar bo'yicha ko'rib chiqdik, rengenchilar bilan. O'shanda yangi rengen bo'lmasa, bu masalamiz hal bo'lmaydi. Radda masalasi nima bo'ldi? Radda masalasi quruvchilik eski o'sha topshiriqlarni qabul qilish muammosi, qabul qilgan muammo ishlatib bermagan ekan. Istilganligini. Kattalarni keyin o'qib Jamshid bilan gaplashib tez orada o'zimiz moliyalashtirib to'g'rilatib, uni taqdim qilamiz dedim. O'sha holatda qabul qilinishi. Bir yilgacha yana o'sha muammo. İnjenerimiz kim injener? Hozir injener Boboxonov bo'lmagan o'sha paytgacha hozir almashtirdim. Tumanjon degan injener bo'ldim, yo'q. Bu basar kim şuna? O paytda o'rinbosar Said Ahmad. Şimdi çıktı. Shu hozir davlatchilik uchun. Bana ne demek? Yani tam şu geldi.